Bilamizki, kundalik ehtiyojimizda foydalanadigan tish pastalarimizga ftor juda ham ko'p foizda, 17% qo'shiladi. Nima uchun? Chunki tishga oqartirish berish uchun. Lekin Green Leaf korporatsiyasida 0,1% natriy ftorid qo'shiladi. Bir bilan solishtirsak, aksariyat foiz nisbatida Green Leaf korporatsiyasini ftorid kam solinishi bilan ajralib turadi. Xo'p, natriy ftorid organizmga tushgandan keyin qanday salbiy alomatlari bor? Natriy ftorid og'iz orqali, ya'ni so'rilishni boshlaydi. Qon tomiriga so'rilgandan so'ng oshqozon muhitida xlorid kislota bo'lganligi boisdan u yerda oshqozon yara gastritlarni keltirib chiqaradi. Agarda natriy ftorid organizmda oshib ketadigan bo'lsa, aksariyat yallig'lanish kasalliklari va yallig'lanishdan so'nggi surunkali gastritlarni keltirib chiqarishi bilan farqlanadi. Green Leaf korporatsiyasining tish pastalari tarkibida esa 1% natriy ftorid bo'lganligi uchun sog'liqqa ham foydali hisoblanadi. Agarda imini yeyilib ketsa ham yoki oshqozonga qandaydir muhit bilan tushadigan bo'lsa ham, hech qanday u yerda kasalliklarni keltirib chiqarmaydi. Bu yerda Green Leaf korporatsiyasining ham detskiy zubniy pastalari bor, ham kattalarga mo'ljallangan zubniy pastalari bor. Bundan tashqari tarkibida detskiy zubniy pastalarimiz umuman natriy ftorid 1% ham qo'shilmaydi. Shuni hisobiga ham bolalarimizga o'ylanmay tavsiya qilsak bo'ladi. Bundan tashqari kattalarga masalan eng mashhur tish pastasini oladigan bo'lsak, Cool tish pastasini hammamiz yaxshi bilamiz. Cool tish pastasi dengiz o'tlaridan tayyorlanganligi hisobiga ham qatirish, kariesni oldini olish, tabiiy chiroyni berish, milklarni rag'batlantirib berish, qon aylanishini yaxshilash va og'izdagi